Sharqiy Turkistondagi qo'sh til maktablarini o'zgartirishga boshladi. Bugun tarqatilgan suratlik filmdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'tgan yili 12-oydan boshlab Sharqiy Turkistonning bir qism rayonlaridagi qo'sh til maktab va sinflarini maxsus Xitoy tili o'qitish o'rniga o'zgartgan. Xabarda Xitoy o'tgan yili 12-oydan boshlab Sharqiy Turkistonning Bayong'ulun Mo'ng'ul avtonom oblastida ta'sis qilgan qo'sh til sinf va maktablarning ismini o'zgarish bilan birga Qozoq, Uyg'ur, Mo'ng'ul qatorliq millatlarning tili bilan birlashtirib davom qilayotgan qo'sh til ma'arif maktab va sinflarining ismini o'zgartib, qo'sh til ma'arifini amaldan qoldirganligini, uning o'rniga Xitoy tili ma'arifini amaliylashtirishga boshlaganligini oshkorlagan. Iyilinishcha, Xitoy qo'sh til ma'arifini amaldan qoldirib, Xitoy tili ma'arifini amalilashtirish siyosatini faqat Bayong'ulunda emas, balki Sharqiy Turkistonning boshqa rayonlarida ham elib bormoqda ekan. Dünya Uyg'ur qurultiyi dunyodagi barliq Uyg'urlarni zo'r ko'lamlik namoyishga chaqirdi. DOQ dushanba kuni bayonot e'lon qilib, dunyodagi barliq Sharqiy Turkistonliklarni bu yil 4-oyning 27-kuni Belgiya poytaxti Bryusselda yig'ilib, Yevropa parlamenti va Yevropa komissiyasining oldida 5000 kishilik namoyish o'tkazishga chaqirgan. DOQning mazkur plani Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan besimi mislsiz kuchayib, 10 minglagan Sharqiy Turkistonlik yepiq tarbiyalash markazlariga solinib, Sharqiy Turkistonliklar barliq sohada ig'ir buzg'unchilikqa duch kelayotgan mezgilda o'ttirib qo'yilgan bo'lib, namoyishning maqsadi Uyg'ur xalqining yurak sadosini G'arb demokratik davlatlariga anglatish, Yevropa parlamenti va Yevropa ittifoqini Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmiga qarshi jiddiy qaror olishga va besim qilishga chaqirish ekan. Bayonotda yana Bryusselda namoyishga qatnashish imkoniyati bo'lmagan Shimoliy Amerika, Yaponiya, Avstraliya qatorliq qit'a va davlatlardagi Sharqiy Turkistonliklardan o'xshash bir kunda namoyish elib berish talab qilingan. Sharqiy Turkiston muhojirlari Turkiya axborotlarini harakatlantirdi. 22 yanvar Turkiyada yashayotgan 600 atrofidagi Sharqiy Turkistonlik Turkiyaning Suriyadagi Zaytun shahri harbiy harakatini qo'llash uchun Zaytun bo'rinidagi 15-iyul maydoniga yig'ilish bilan birga 500 kishilik bir guruhining Turkiya armiyasiga askar bo'lishga iltimos qilish harakati yaqindan buyon Sharqiy Turkiston masalasiga ancha o'rin bermagan Turkiya matbuotlarini keng ko'lamda harakatga keltirdi. Natijada orqa-orqadan Anadolu agentligi, Yuksak xabar agentligi, Ixlos xabar agentligi qatorliq 13 axborot o'rni Sharqiy Turkiston muhojirlariga keng o'rin berdi. Amerika Turkiyaga hay'at avatdi. Yangi Akt gazeti xabaridan ma'lum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi muavin maslahatchisi Junan Cohen bir qancha kishini boshlab Suriya masalasi va adliya sohasida Turkiya bilan hamkorlik o'rnatish, bir qism masalalar ustida muzokara elib berish maqsadida Anqaraga yetib kelgan. Iyilinishcha, Amerika Mudofaa ministrligidan tashkillangan hay'at Turkiya Tashqi ishlar ministrligi va bosh qo'mondonlik shtabining aloqador xodimlari bilan suhbat elib bordi ekan. Amerika Mudofaa ministrligi bayonotchisi Adrian Rangayn Galloway Mudofaa ministrligi amaldorlarining Afrindagi vaziyatni o'z ichiga olgan ko'plagan o'rtaq xavfsizlik masalalari to'g'risida so'zish uchun Amerika hay'ati bilan birlikda Anqaraga ketganligini bildirgan.